Assalomu alaykum hammaga, xormanglar, yaxshimisizlar? Nexus 2 legenda, Nexus 2 legenda haqiqatdan Nexus 2 legenda bo'lib qoldi hozirgi paytda. Xo'p. Rostdan legenda bo'ldi mana. Mashina holati. Nexia. Qarochi hozirga 2005-yilga, 2008-yilga bir sayohat qilamiz sizlarga. Xo'p. O'tirib olaylik. Xo'p. Mana sizlarga qaranglar. Amrulla kim esladi okalar? Leganza rul. Rostdan hit bo'lgan rullardan cho'tki qilib qo'yib berganmiz. Signallarni ishlatib, yana keyin bunga mana bu narsani qilib berganmiz mana. Rostdan mana. Karazeri. AUXga bulut sulab berganmiz. Cho'tki qilib ishlatib berganmiz buni ham. Mashinaning o'zi ideal. 10-yillarni beryapti-da, xullas 2010-yillar. Men Golofkalar ham yaltirab ketgan ekan. Yangi Matvisdan olib chiqib qo'yib berdim mana mashina ham zavod. Men ichida richak o'ziniki qoldi, faqat Golofkani o'zi almashdi, mana mana narsani o'zi almashdi. Bu mashinaga kelgan 909. Bu yoq endi 2022 bo'yatdi-da, xullas men. 909 tonobga qilib berdi. O'zida 906 mi qaysi tur model edi. Mana sizlarga legenda, rost ekansim legenda mana mana shu legenda. Mana Leganza rul maza qo'rdim lekin. Kim eslasa, Leganza rulni bilsanglar orqasiga plasmasasiga 10 gaka qo'yib, survorlarda oldi, chunki signalni tili yetmasdi mana orqasiga. Mashina ideal mana xudo xolisa, cho'tki. Subwoofer, orqaga estradniy kolonka, keyin oldiga estradniy kolonkalar ustanobga qilib berdi. Orqa kolonka usilitel bilan oldi kolonka bez usilitel 10 talik o'zini joy-joyiga qo'yadi mana bu. Mana bu qo'yadi. Bu tomonda mana. Mana mejga roz yopishtirib yuboraman, chunki laboy almashdi, laboy takoy tomnisdan qo'yildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolisa pastki nomerlarga telefon qilsanglar, sizlarning ham ishinglarni cho'tki qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.